Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega kimyo 2022-yil ikkinchi mavzudan 4-chi, 5-chi, 6-chi savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, 4-chi savolga qarasak, zichligi 0.089 gram taqsim litr bo'lgan gazni aniqlang degan. Formulasi bor edi. M teng massani topish uchun M teng rho ko'paytirilgan V, ya'ni zichlikni hajm, molyar hajmini ko'paytiramiz. Demak, 0.089 gram taqsim litrni ko'paytiramiz 22.4 litrga. Bu yerda litrlar qisqarib ketadi, 2 gram kelib chiqadi. Demak, bizda 2 gramga teng gazimiz va vodorod molekulasi. Demak, 4-chi savolimizning to'g'ri javobi D javob. 5-chi savolga qarasak, zichligi 0.178 gram taqsim litr bo'lgan gazni aniqlang degan. Xuddi shunaqa bir xil formula. M teng 0.178 gram taqsim litrni ko'paytiramiz 22.4 litrga. Bizda massamiz 4 gram kelib chiqadi. Bu geliy. Demak, to'g'ri javobimiz C javob 5-chi savolimizda. 6-chi savolga qarasak, zichligi 1.78 gram taqsim litr bo'lgan gazni aniqlang. M teng 1.78 gram taqsim litr ko'paytiramiz 22.4 litrga. Bizda massamiz 40 gram kelib chiqdi. Demak, 40 gram bo'lgan gazimiz bu argon. To'g'ri javobimiz B javob 6-chi savolda.